Bitta oilani eplolmasang, nima qilib yuribsan? Yo, senim har doim ko'zingni yoshini oqizib kelaversan. Har doim sen yaxshisan, ering yomon. Senda ham ayb bordir, farishta emassan-ku. Men eringni yomon odam deb o'ylamayman. Gap so'zlari joyida bo'lsa, to'roningdan uyingga bor. Tushunmadim. O'zim uyimga o'zim sig'mayapmanmi hozir? Bu seni uying emas. Seni uying eringnikida. Bu yoqqa keladigan bo'lsang, har doim xursand bo'lib kelgin. To'roningdan uyingga bor. Yo, tuzumsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasiz? Rahmat, yaxshi. Uzr endi mahallani oldida xijolat qilgan yetmaganda sizni ham oldingizda xijolat qilib qo'ydi singlim. Yo'q, xijolat bo'lmay aka, bo'lib turadi. Olib kelganingizga sabr qilmang, noshukrchilik qilib darrov ajrashamanga tushibdi. Yoshday hali. O'zim yaxshilab gaplashib qo'ydim. Shu bugundan boshlab tosh bersangiz tosh, non bersangiz non yeydi. Singlim, eski hushingni yig'ib olgin. Oila sabr ustiga quriladi, noshukrchilikning ustiga emas. Sen bu uydan ketgan kuning eringni qaramog'iga o'tgansan. Endi bu yoqqa tursang ham, o'tirsang ham, yotsang ham eringning roziligini olish uchun sabr qilasan. Kuyov bola, Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi yetib olinglar. Eshigimiz har doim ochiq. Bu yoqqa faqat mehmon bo'lib kelinglar. Sog' bo'linglar. agar shunaqa akalar ko'paysa, ajrimlar ham bo'lmasdi.